Sentyabr, oktyabr oyi judayam muhim oy. Nega bilasizmi? Bu davrda bolalaringizga va o'zingizga e'tibor qaratmaydigan bo'lsangiz, sizning ichingizni parazitlar, gijjalar, qurtlar bosib ketadi. Bilasizmi azizlar, xuddi mana shu sentyabr, oktyabr oylarida, bahorda esa mart, aprel oylarida gijjalarni rosa aktiv ko'payadigan davr bo'ladi. Aynan mana shu davrda e'tibor beradigan bo'lsangiz, bolalar ko'p shamollaydi. Ko'proq qitishadigan narsalar toshadi badaniga va judayam injiq bo'lib qoladi. Chunki ularning ichida parazitlar bor. Bu parazit turlari qanday? Bular askaridalar 15-20 santimetrgacha bo'lib, ichagida devoriga tumshug'ini suqib, ular qon bilan oziqlanadi. Exnokoklar bor, ko'proq bu jigarda hamda o'pkada, kista shaklida yashaydi. Ham astritsalar esa ko'proq qisishni keltirib chiqaradi. Mana shu parazitlar hozirgi kunda O'zbekistonning 70% dan oshiq aholisini qamrab olgan. Azizlar, kelinglar, mana shu sentyabr, oktyabr oyida batamom oilaviy detoks programmalarini o'tkazishni sizlarga maslahat beraman. Parazitlardan asosan 21 kun davomida uzluksiz tabiiy giyohlar ichib davolanish mumkin. 5 kunda, 3 kunda, 1 kunda qutulasi yo'q. Qurtlarni bir kunda davolab bo'lmaydi. Chunki ular har 21 kunda 30 million donagacha tuxum qo'yadi. Bu degani kuniga 200 ming, 300 ming dona lichinka tuxum qo'yadi, ham lichinkaga aylanadi degani. Azizlar, men sizlarga bir dastur aytaman. Bu aqlli dastur hisoblanadi. Bu akademiklar tomonidan yaratilgan 21 kunlik antiparazitar dastur hisoblanadi. Bu dastur haqida siz bilmoqchi bo'lsangiz, albatta videodagi telefon nomerlarga qo'ng'iroq qiling, mutaxassis konsultatsiyasini qo'lga kiriting hamda mahsulotlariga buyurtma bering.